O'zingiz Koreyada bo'lsangiz, yuzimizga qanday qilib uxod tanlab bera olasiz? Men Koreyada o'qiganim bilan Andijondagi va Toshkentdagi magazinlarimiz har kuni ochiq va u yerda Koreyadan keltirilgan eng kuchli yuz analizator apparati mavjud. Siz magazinlarimizga borib, yuzingizni analizator apparatida tekshirtirsangiz, analiz javoblari menga tushadi va men sizni analiz javoblaringizga qarab, yuzingizga mos ravishda kosmetik vositalarni terib beraman. Agar siz masofada bo'lsangiz, unda mening Telegram yoki Instagram akkauntimga yoki Toshkentdagi magazinimizning Telegram va Instagram akkauntiga yuzingizni holatini rasmga olib tashlang va yuzingiz haqida ozmuncha ma'lumot bering. Yog'lik, quruq, allergiyaga moyil va yoshingizni yozib keting. Shu ma'lumotlarni qoldirganingizdan so'ng siz yuzingizga bepul ravishda bizdan konsultatsiya olishingiz mumkin. Faqat konsultatsiya olish uchun albatta bizni Instagram va Telegram akkauntlarimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Men ham mahsulotlaringizdan xarid qilsam, yuzimdagi muammoni hal qila oladimi? Kafolat berasizmi? Agar siz ham yuzingizga bizdan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib bizni Do va Posi natijalarimizga ahamiyat bering. Bizning har bir klientimiz doimo mamnun bo'lgan. Faqat bu albatta o'zingizga ham bog'liq. Agar siz to'xtatmay har kuni muntazam to'g'ri uxod qilsangiz, siz ham shunday natijalarga erishishingiz mumkin. Sizning magazinlaringizdan uzum nasiyaga ham xarid qilsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ko'plab istak va tilaklarga binoan uzum nasiyani biz ham yo'lga qo'ydik. Endilikda siz Andijon va Toshkent magazinlarimizga tashrif buyurgan holda yoki uyingizda o'tirgan holda uzum nasiya orqali xarid qilishingiz mumkin. Xarid qilishdan oldin albatta bizga murojaat qiling va bizdan bepul yuzingizga mos konsultatsiyani oling. Yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta sahifamizga obuna bo'ling. Bizning estetik shoplarimizda siz yuzingizdagi har bir muammo uchun bemalol yechim topa olasiz.